Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Ikkinchi videoyimni xudo xolasa qo'yyapman. Turbani tanishtiraman. Turbamiz 219 lik, 1 stenkali qalinlikda. 11.37 butun. Shuni biz olib kelib ikkiga bo'ldik. Bizni joyimizga rosa tushdi. Bo'yi yetdi xudo xolasa. Qalinligi 1 santimetrlikda. Eng yupqasi 8 gacha qo'yaverasizlar, 8 millimetrgacha. Nimasi 219 bo'lsin. Bundan nimasini 219 dan keyin o'sha 150 189 shular bo'lib qoladi. Ularni tavsiya qilmayman. Shu eng ingichkasi 219 qo'yinglar, stenkasi 8 millimetrlikda bo'lsin. Undan yupqasini ham qo'ymanglar stoykaga. Taliga. Turbani shu taydagi nimasi svarka qilingandan keyin aslan uni ushlab beradigan mana shu yonga o'ynashlarni ushlab beradi mana. Yangi tal montaj qilayotganlar bo'lsa, bemalol ustalarga tavsiya qilaverasizlar. YouTube'da biz buni noldan videosini ko'rmaganimiz uchun noldan tanishtiryapmiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa aytaverasizlar. Sog' bo'linglar.